Ko'pchilik ayollarimiz yuzi qaysi turga kirishini bilmaydi. Masalan, yog'limi, quruqmi, aralashmi, kombinirlanganmi? Buni bilish nima uchun muhim? Buni bilish krem tanlashda foydali bo'ladi. Chunki kremlar bilasizlar, yog'li yuz uchun, quruq yuz uchun, sezgir yuz uchun, hamma yuz uchun alohida bo'ladi. Men hozir sizlarga uy sharoitida qanday qilib yuzingiz turini bilishni o'rgatib qo'yaman. Uning uchun sizga mana shunday salfetka kerak bo'ladi, quruq salfetka va siz ertalab uyg'onganingizda hali yuzingizni yuvmasdan turib, mana shu salfetkadan bittani olib, yuzingizni yaxshilab mana shunday holatda salfetkani tegizdirasiz. Ana shunda salfetkani olib qaraganingizda, agar salfetkani juda ko'p qismini yog' egallagan bo'lsa, demak sizni yuzingiz yog'li yuz hisoblanadi. Agarda salfetkani olganingizda o'rta qismi yog'li bo'ladigan bo'lsa, bunda sizni yuzingiz kombinirlangan yuz hisoblanadi. Agarda salfetka quruq bo'lsa, demak sizni yuzingiz quruq hisoblanadi. Agarda salfetkada juda ham kam miqdorda o'sha namlanganlikni yoki yog' tekkanini ko'rsangiz, bunda sizni yuzingiz normal yuz hisoblanadi. Mana shu ma'lumotlarni bilgan holatda siz endi bemalol yuzingiz qaysi turga kirishini bilasiz va o'zingiz uchun krem tanlay olasiz.